Shiddatimsiz, shahtimsiz, ishonganim taxtimsiz, o'ziz mening baxtimsiz, hammadan zo'rsiz dadam. Jondan aziz davlatimiz bo'lgan otajonlarimizning shukronalik kunlarida kutilmagan qo'ng'iroqlar orqali xursand qiluvchi dil tilaklari Telegram loyihasi yana xonadoningiz mehmoni. Assalomu alaykum. Bugun ham o'zining 69 yoshini nishonlayotgan Habibulla otajonimizga barcha yaqinlari nomidan qizlari To'xtaxon opa, kuyovlari Xolidbek aka tomonidan kelgan tabrikni yetkazamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Habibulla otajonimiz bilan bog'landikmi? Ha bilan? Habibulla otajonimiz bilan bog'landikmi? Ha. Salomatmisiz? Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Xo'p, rahmat. Biz Dil tilaklari Telegram loyihasidanmiz. Siz bilan g'oyibona suhbat uchun biroz vaqtingizni olamiz, maylimi? Xo'p. Bugungi tavallud ayyomingiz munosabati bilan sizga o'zining samimiy, mehr-muhabbatga to'la dilsizxorlari va chiroyli she'rlar yo'llagan yaqin insoningiz. Nima deb o'ylaysiz? Bu kutilmagan sovg'a qaysi bir yaqin insoningizdan bo'lishi mumkin? Farzandlarimdan bo'lishi mumkin. Ko'proq qaysi birlari sizga mana shunday kutilmagan sovg'alar hadya qilib turishadi? Bilmadim endi, hammasi ham bir-biridan mehribon-ku. Albatta. Siz chiroyli tarbiya qilgan, mehringizni ayamasdan yemay yedirgan farzandlaringiz nomidan qizingiz To'xtaxon opa, kuyovingiz Xolidbek aka bugun sizni rafiqangiz Karimaxon aya nomidan, qizlaringiz Nasiba, Yodgoroy, Nilufar, Mohlaroylar, o'g'illaringiz Elmurod, Doston, Bunyodbek akalar, kelinlaringiz Zarifa, Hilola, Muhayyo opalar, qolaversa barcha nevaralaringiz, barcha yaqinlaringiz nomidan tavallud ayyomingiz bilan tabriklaganlar. To'xtaxon opa sizga atab chiroyli bir she'r ham jo'natibdilar, samimiy dilsizxorlari yo'llabdilar. Maylimi mana shu dilsizxorlarni o'qib eshitirsam? Ha. Assalomu alaykum. Mehri dunyolardan-da keng, irodasi tog'lardan-da mustahkam, mehribon dadajonim. Tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Dadajonim, siz butun hayotini oilasiga, farzandlariga bag'ishlagan eng mehribon otasiz. Siz oilamiz ustuni suyangan tog'imizsiz. Siz farzandlarim hech kimdan kam bo'lmasin deb, bolalarim orzulariga yetsin deb tinim bilmay halol mehnat qilib keldingiz. Dunyoning eng yaxshi ne'matlarini biz bolalaringizga ilindingiz. Jamiyatda o'z o'rnimizni topishimiz uchun bizga chiroyli tarbiya bergansiz. Bugun sizga barchasi uchun rahmat aytmoqchiman. Bergan tarbiyangiz, ketkazgan umringiz, beminnat duolaringiz, eng asosiysi mening otam bo'lganingiz uchun rahmat. Sizdek mehribon, sizdek samimiy, oqko'ngil insonning qizi ekanligimdan faxrlanaman. Jonim dadam, umringiz uzoq bo'lsin. Har doim yaxshi kunlarimizda, to'y va tomoshalarimizda onajonim bilan birgalikda bizga bosh bo'lib yuring. Uyimizning fayzi, ko'rki bo'lib davralarimizning to'rlarida o'tiring. Bizlarni har mahal duolar qilingki, sizning duolaringiz ila hayotimiz nurlarga, baxtlarga to'ladi. Biz farzandlaringiz ham oldingizdagi farzandlik burchlarini ado etib, sizlarni quvontirib yuradigan, sizlar faxrlanadigan o'g'il va qizlar bo'laylik va mana shunday farzandlarni tarbiya qilaylik. Har doim bizni g'amimizni yeb yurasiz. Kasal bo'lsak ham yonimizdan jilmaysiz. O'zingizni qo'yarga joy topa olmaysiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. 100 yoshlariga kirganingizni ham birgalikda nishonlaylik. Uzoq va mazmunli umringizda ikki dunyo saodatini tilayman. Sizni juda yaxshi ko'raman deya qizingiz sizga atab chiroyli bir she'r ham jo'natibdilar. Mana shu she'rni ham o'qib eshittiraman. Xo'p, rahmat. G'amim yo'q, hamisha yuraman kulib. Davlatim yonimda turganin bilib, quvonchning borida g'amlarim qolib. Bu dunyo turguncha turing otajon, baxtiyor kunlarim ko'ring otajon. Nimani xohlasam muhayyo bo'ldi. Ko'zlarim quvonch va nurlarga to'ldi. Birgina rahmatim aytishim qoldi. Bu dunyo turguncha turing otajon, baxtiyor kunlarim ko'ring otajon. Yonimda tog'dayin suyanchim bo'lib, nogahon yiqilsam tayanchim bo'lib, xatoga yo'l qo'ysam tergovchim bo'lib, bu dunyo turguncha turing otajon, baxtiyor kunlarim ko'ring otajon. Agarda ko'nglingiz ranjitgan bo'lsam, dilingiz yaralab og'ritgan bo'lsam, deyman-da men sizdan rozilik olsam,
Bu dunyo turguncha turing otajon, baxtiyor kunlarim ko'ring otajon. Ana shunday chiroyli she'rlar va samimiy tilaklar bugun aynan siz uchun atalgan. Rahmat. Kutilmagan sovg'amizdan xursand bo'ldingizmi? Albatta xursandman. Ayni damda qizingizni, farzandlaringizni chiroyli duo qilib qo'ysangiz, ular ham eshitib xursand bo'lishadi. Albatta. Allohim farzandlarimizni barchalari tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. Nima talab, nima niyatlarda Allohdan so'ragan bo'lsa, Alloh o'zi yetkazsin. Rahmatlar, Rahimid, Allohu akbar. Alloh akbar. Chiroyli duolaringizning ijobatini ko'rib yurish sizga ham nasib qilsin. Farzandlaringiz baxtiga sog'-omon bo'lib, ularning huzur halovatini ko'rib yuring. Rahmat. Tavallud ayyomingiz yana bir bor qutlug' bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Siz men uchun eng yaxshi inson. Buni har kun aytaman dada. Borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada. Og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, yugurdingiz davolar istab, duo so'rab hammadan dada, shifo so'rab Allohdan dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dada, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim. Mardu nomard og'ritsa dilim, ket dadamga aytaman dedim. Sizsiz mening quvvatim, kuchim. Siz bor nega qo'rqaman dada. Bolalikda o'tgan chog' uchun, holva uchun, o'yinchoq uchun, issiq uyda shirin choy uchun, sizga rahmat aytaman dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dadam, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim.